Assalomu alaykum, baraka turk kanal obunachilari, hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun sizlarga umumiy yer maydoni 6 sotik bo'lgan ajoyib joyni reklama etacakman. Yan tarafimiz Ilish garaj tarafdan gelish, yan tarafimiz Mol bozor tarafdan gelish. Buradan Zikash bo'yidan kelasiz, mana shu joy. Egasini nomerini video sarlavhasida yozib qoldiraman, egasini bemalol olib chiqarasiz. Bu yerda dalon aytib ishlangan. Keyin paxsasi, diniy paxsasi bor. Ko'rib olasizlar. Eshiklarida damir eshik qurilgan ko'cha tarafi. Hozir uning ichini pollarni qo'ldan kelsa darslar o'tamiz. Moskva va Podmoskvada yurgan yurtdoshlarimiz uchun ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Murojaat uchun pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. To'riqlari gipsokardon ishlangan, poldan kur taxtadan ajoyib kakkalla. Bu tarafda bir xona. Endi ko'rib olasizlar, gipsokardonlari o'zgacha etib ishlangan. 4 metr 5 metrlik xona. Bu yerdan pollari ajoyib etib qoqilgan. Bu tarafda kuxni. Kuxni ham ajoyib etib ishlangan. Uголокlar qo'yilgan, xodimlik bor, kuxni mebellari bor. No narsa qolishi, no narsa ketishi, egasi bilan kelishib gaplashaverasiz. Egasini nomerini video sarlavhasida yozib qoldiraman. Bu tarafimizda bir xona bilan sanuzel bor keyin. Mana bu ko'rib olasiz bir xona. Bir o'zi aslida kuxni ham o'ljallab ishlangan. Anak tarafini garderob etib qo'ysangiz ham bo'ladi, o'rtani olib tashlasangiz ham bo'ladi xohlasangiz. Bu tarafda keyin sanuzeli. O'zingizga xohlagan stilda ajoyib etib, chiroylatib remontlasangiz bo'ladi sanuzelni. Bu yerda keyin bir xona bor. Bu ham chiroylatib ishlangan, kungra pesh qurilgan, potoloqlar ishlanib turibdi. Polni ham kuru taxtadan qoqib ajoyib etib qo'yibdilar. Do'rimizda bir zal. Zalni ham keng etib olingan bir. Ko'rib olasizlar. Gipsokardonlari, devorlari modelga tayyor holatda turibdi, o'zgacha stilda ajoyib etib ishlanganlar. Hammaga shunday ajoyib joylarda yashash nasib etsin. Videoga bir dona like bosing, donish bo'lishlaring nasibdan tashakkur. Yan tarafda keyin chorvoq. Chorvoq namoz bir qator ko'rsatib o'taman. To'rtvo'llarda chorvoq ham keng. Yana qo'ng'ishlar devori bor, shundan to'g'ridan 20 metr, uzunligi 30 metr. Ustidan shepirlar ham ajoyib etib ishlangan. Yozda o'tirgan deb, novesa deb, pastlarini sifatib, chiroylatib qo'ysangiz ajoyib bo'ladi. $4. Bundan keyin dalon etib ishlangan. Dalonni beklasangiz ham bo'ladi. Yeri yaxshi yer. Ekilib turibdi. Kelib, ko'rib, yaxshi xarid etaverasizlar joyni. Yana shepirning balandligi, shepirlarni baland etib, ajoyib etib ishlaydilar. Joy olamanda bo'lgan yaqinlarga ana shu videoni tarqatib qo'yish yoddan chiqmasin. Chorvoq tarafidan damli ishlarni ajoyibdan qurib qo'yibdilar. Konditsionerlari bor. Joy olamanda bo'lgan yaqinlarga ana shu videoni tarqatib qo'yish yoddan chiqmasin. Joyni narxiga kelgan bo'lsak, narxi $55,000 aytilib turibdi. 1-2 so'm xayrina qaytarib kelishib beriladi. Egasini bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Egasini nomerini video sarlavhasida yozib qoldiraman. Hammaga rahmat. Chiroyli uyda yashash hammaga nasib etsin.